Agarda boshqa universitetda o'qish imkoniyati berilganda, mana shu O'zbekistondagi 3 ta universitetdan bittasida o'qigan bo'lardim. Birinchisi Westminster universiteti. Westminster universitetiga shaxsan o'zim borib ko'rganman va u yoqdagi vibe menga juda ham yoqqan. Dars qilish uchun polniy sharoitlar bor. Hattoki holda chiqib dars qilsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari professorlari juda ham friendly va juda ham bilimli. Ko'p professorlari international, ya'ni siz o'zingiz sohangiz bo'yicha chet elda qanaqa amaliyotlar bo'lyapti va u yoqda qanaqa ishlar bo'lgan, hammasini bilib olishingiz mumkin. Ikkinchisi New Uzbekistan University yoki Yangi O'zbekiston universiteti. Bu universitet prezident universiteti bo'lib, O'zbekistondagi eng obro'li va eng tez rivojlanayotgan universitet hisoblanadi. Bu universitetga magistraturaga ham, bakalavrga ham imtihon bilan qabul qilinasiz. Undan tashqari universitetda qolgan universitetlarda yo'q bo'lgan majorlar bor. Bu majorlar ko'proq STEMga bog'liq. Uchinchisi Central Asian University yoki Markaziy Osiyo universiteti. Bu universitet O'zbekistondagi eng qimmat kontraktga ega bo'lgan universitet hisoblanib, u yerda siz bilim olmasligingiz uchun umuman bahona qoldirmaydi. Shunaqangi chiroyli kampus, practice uchun, undan tashqari hamma narsa uchun hamma sharoitlar mavjud. Ayniqsa mediklar o'qisa maza qilib o'qiydi. Sizchi qaysi universitetlarda o'qigan bo'lardingiz?